O'sha O'zbekistonda nomer 1 da turadigan Borya bilan o'ynab ko'rdim. Bu 2025-yilda juda ham katta hype bo'lib ketdi. Teo Timurni yutgan ekan. Lekin bu igrokni men nomer 1likka tortadi deb o'ylamayman umuman. Xullas Borya bilan TDM turniri tushib qolganmiz. Video kimga qiziq bo'lsa agar dakansa ko'ramiz. Go. Bu igrok tepada yaxshi o'ynagani uchun men bunga ko'pincha chiqib bermadim. Xullas bu yerda ko'p shot berib qo'ydim diskomfortligi uchun. Hozir comebackda itti bo'ladi, dakansa ko'ramiz. Shotni teng qilib chiqib ketyapti. Bu TDM turnir pravillasiga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu o'yinda xullas men yutdim. O'yin kimga yoqqan bo'lsa agar videoga bitta like bosamiz, podpiska bosamiz, like bosmaganda o'q qilaman. Kimga shunaqa kerak bo'lsa agar Telegram kanalimga o'tib bemalol yozaverasizlar menga.